inson tarixini unutsa, o'zligini unutadi. Ikkinchi jahon urushida mana shu tinchlikka yetib kelishimiz eng katta sababchi insonlar mana shular bo'ladi. Biz havo so'lim joyga keldik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar. Bugun biz sizlarga Xudo xohlasa Peshog'or haqida, tarix haqida sizlarga so'zlab beramiz. Xudo xohlasa bu Peshog'or tariximiz mana shu qishlog'imizning ajoyib ziyoratgoh joylarini tanishtirib o'tamiz. Bu Jizzax viloyati Zomin tumani Peshog'or qishlog'ida joylashgan Xo'jay Serob ziyoratgohi. Bu yerda butun xalqimiz mana shu yerga kelib ziyorat qilib, hammasi o'zining bir yaxshi niyati, ezgu tilaklarini hammasi mana shu yerda o'zlari ziyorat qilishadi va oromgohlari bor, oromgohlarda dam olishadi. Yaxshi zilol suvlarda foydalanib, mana shu shifo baxsh suvlar bor, o'shalardan foydalanadi. Suyolatamiz bor, suyolatamiz. U o'sha qo'llariga suyallar chiqib ketsa, o'shalarni ham davolaydigan joylari bor. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, Xudo xolasa mana shu yerda o'zining niyatlariga yetadilar, Xudo xolasa. Va mana shu video davomida sizlarga Xudo xolasa yana ko'rsatib o'tamiz. Bizning Peshog'or qishlog'imizning g'orlari bor, tog'lari bor, manzarali joylar bor. Sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Este. Do'stlar, odamlarning ko'pligini qaranglar. Men kutmagandim bunaqa rezultat bo'lishini, bu yerlarda shunaqa odam ko'p kelishini. Juda ham ajoyib joylar. Gap bo'lishi mumkin emas. Havosi junaqa salqin. Buni faqat o'zinglar kelib tanalaring his qilish kerak. Faqat tana his qiladi bu narsani. Ko'z bilan ko'rish kerak-da va bu yerga kelish kerak. Eng chiroyli manzaralarni ko'rish kerak. Juda ham ajoyib deb o'ylayman. Do'stlar, bu yerga kelmasanglar bo'lmaydi. Obunachilarni kutib qolaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas siratal mustaqim.
Ketdi. Olmazsan. Qanaqa tinim do'stlar? Olasizlar, men sizlar kutib qolaman, men shu yerga kelishlaringga. Keysizlar. Qancha ishsanglar shuncha kam. To'ldir. Mana xolajon. Shifo baxsh bo'lsin, foydali bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Biz hozir shahar qishlog'imizning Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bugun biz Peshawar qishlog'imizning Xo'jay Serob ziyoratgohining tarixiy muzeyiga kirdik. Qani bu tarixiy muzeyimiz nechinchi yil va qachon barpo etilgan? Muzeyimiz 2014-yil 16-may kuni ochilgan. Asosan shu 800 ta mingtaga yaqin eksponat bilan ochilgan. Millatdan avvalgi eksponatlarimiz ham bor. Asosiy o'zimizning qishloqlardan chiqqan, Peshawar territoriyasidan, past Peshawurdan ayrim eksponatlar kelgan. Asosiy eksponatlarning hammasi o'zimizning shu qishloqlardan. Eksponatlarni ko'rib, o'sha davrda bo'lib o'tganlar haqida ma'lumot olish uchun ko'proq tashrif etadimi endi yoshlar? Hozir Yoshlar, kattalar, qariyalar, studentlar tashrif buyuradi. Ko'p davlatlardan turistlar bor. Demak, juda ham yaxshi. Hozirgi vaqtda biz video davomida ko'rsatib boramiz. To'liqroq ma'lumotni mana shu video orqali ko'rib borasizlar. Sizga rahmat. Eng qiziqarli bo'lgan ayollarimizni taqinchoqlari 15-17-asrlarda juda ham ajoyib. Men lol qoldim, qoyil qoldim. Operatorimiz bitta ko'rsatib, obunachilarimizga ko'rsatib beraman. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa chiroyli bo'lgan. To'g'rimi? O'sha milliyligimizni saqlab qolishimiz kerak deb o'ylayman. Ota-bobolarimizni ishlatgan eng uyimizda sopol likopchalar mana ko'ryapsizlarmi? Hammasi eski holatda, lekin shunda ham bo'lsa biz bundan ko'rib nima qilishimiz kerakki, tariximizni hech qachon unutmasligimiz kerak. Yoshlarimizga va bundan keyingi avlodlarga bu 100% saqlanib qolishi kerak har bitta javhada deb o'ylayman. Chunki inson tarixini unutsa, o'zligini unutadi. Aqlini ishlatish uchun, aqlini teran bo'lish uchun tarixga albatta nazar solish kerak deb o'ylayman. Mana bu sopollarimizni ko'rib, ota-bobolarimizni mana shulardan foydalanganligi, onalarimizni mana shulardan foydalanganligini ko'rib, masalan, hozirgi vaqtga taqqoslasam, juda ham bir boshqacha nimaga tushadi, odamning o'zidan bir his o'tadi deb o'ylayman. Uzoq tushuntiradigan narsa olib kelishingiz mumkin. Bu o'sha vaqtdagi bizning milliy liboslarimizdan biri, ko'rib turibsizlar, qanaqa ajoyib, qanaqa nima shakllanib hozirgacha davom etmoqda bu urfimiz. Onalarimizni ro'mollari milliyligimiz hech qachon yo'qolmasligi kerak deb qarayman. Mana bu bizning ko'zalar, hammasi bizning ota-bobolarimizning bizga eng katta merosi, eng katta meroslaridan biri. Ikkinchi jahon urushida urush qatnashchilari, faxriylarimiz mana shu tinchlikka yetib kelishimiz uchun, mana shu tinchlikda biz hozir sizlarga mana shu videolarni tayyorlashimizda eng katta sababchi insonlar mana shular bo'ladi. Biz bularga nisbatan hurmatimiz juda yuqori. Har sekundda eslab turishimiz lozim, esdan chiqarmasligimiz kerak. Mana bu hammasini ko'rib turibsizlar. Mana shu hammasi bizning milliy qahramonlarimiz. Endi
qishloq xo'jaligimizda ishlatiladigan o'sha vaqtdagi eng noyob, hozir zamon rivojlanib ketdi, lekin qishloq xo'jaligida mana shulardan foydalangan. Ip yegiru deymizmi, mana bu deymizmi, bularni deymizmi, mana qaranglar qanaqa chiroyli va qanaqa ajoyib. O'sha ota-bobolarimizni foydalangan. Mana shularni esimizdan hech qachon chiqarmasligimiz kerak. Qaranglar, bu sho'x-shodon kuy navolarni bildiradigan hammasi shu yerda qishloq xo'jaliklarini toshgacha turibdi, hammasi. Hozirgi zamonaviy tarozi bilan bellashadigan tarozi, eng to'g'risini halollik bo'lgan iminni birinchi navbatda. Hammasini tasvirlab berishimiz mumkin. Operatorimiz bunga ko'proq urg'u berasiz. Ketmon 1930-yillarda qaranglar qanaqa og'ir bo'lgan. Birdlarimi mehnat qilgan, o'qigan insonlar o'sha vaqtda ota-bobolarimiz bilim olgan. Mana shu kiyimlarni kiyishgan. Bizda hozirgi kiyimlarimizga nisbatan bular ancha foydali insonning tanasiga nisbatan ham. Chunki bu toza matodan to'qilgan. Ko'rib turganinglar, bu tarixiy kitoblar. Tarixiy kitoblarda hammasi bizning tarixda nima bo'lib o'tgan. O'zi tarixni o'rganishimizdan ma'no maqsadimiz tarixda bo'lib o'tgan narsalarni kelajakka eng to'g'risini yetkazish uchun tarixni biz mukammal o'rganishimiz kerak. Har bitta inson o'zining tarixini bilish kerak. Har bitta davlat, har bitta fuqaro bu o'zini burchi deb hisoblash kerak. Mana bu kitoblarimiz antik davr, O'rta Osiyoning antik davrlari, qadimiy kitoblar. Buni hammasini biz o'qishimiz kerak, bilishimiz kerak. Именно tarixiy kitoblar, balki zamonaviy kitoblarni ham mukammal o'rganishimiz kerak deb hisoblayman. Ovqat yeymiz, tanamiz sog'lom bo'lish uchun. Miyamiz sog'lom bo'lish uchun albatta kitob o'qishimiz kerak. Xullas, obunachilar, men chiroyli narsa ko'rib qoldim. Muhr, o'sha vaqtda muhr. Hamma nimani belgilab beradigan narsa muhr. Tosh oyoq ko'rib turibsizlar. Keyin elchini nishoni juda ham ajoyib. Men ta'sirlandim bularni ko'rib va qolganlari o'sha paytda pul o'rnida oldi-berdi nimasini olib boradigan tangalar. Ajoyib. Ta'riflashga til ojiz. Juda ham chiroyli joylarga kelganimizni o'zim hozir his qildim. Bu yerga kelishdan oldin albatta mana shu narsalarga rioya qilishlaringizni so'rayman. Oqqa kelishning eng qiyin joyi mana shu tepalikka, g'orga chiqish bo'ladi. Chunki bu yerga chiqqancha ham ko'plar oyog'im deb yoradigan joy mana shu tepalik bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu g'orlarga chiqish uchun bu zinalarimiz deb o'ylayman. Qancha xalqqa xizmat qiladi. Chiqish. Wow. Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, bu yerga kelishdan birinchi maqsadda inson o'z ongini pok qilish uchun va o'zini ustida yuk bo'lib turgan muammolarni ozgina bo'lsa ham chalg'itish uchun sayohat qiladi deb o'ylayman. Va shu sayohat davomida o'zida eng kerakli bo'lgan madaniyatni shakllantirgan joylarni ko'radi. Va mana shu 500 yil, 1000 yil bo'lgan katta tarixga ega bo'lgan joylarni ko'rganda odam o'zining ko'nglidan bir chiroyli his o'tadiki, u hisni faqat bu yerga kelganingizda albatta ko'rishingiz va o'zingiz his qilishingiz mumkin. Biz bilan bo'ling, opsiya tugmasini bosing va albatta eng muhimi sayohat qiling, sport bilan shug'ullaning, ko'proq kitob o'qing. Shu narsani doimiy amalga oshirishni maslahat beraman va buni hamma maslahat beradi deb o'ylayman. Rahmat hammaga. Gapingiz bo'lsa albatta. Rahmat hammaga e'tiborlaringiz uchun. Biz hozirgi vaqtda videomizda qisqa muddatda sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Barchalaringiz borlaringizga shukr. Shunchalik e'tibor qilib bizni kanalimizda mana shu videolarimizni kuzatib borganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat aytamiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Odiljon bloger va Olmazjon xalq xizmatida. Xalqparvar obuna bo'lingizlar. Xalqparvar kanallarga obuna bo'lingizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat hammaga.